Aka 6 yerni saklokga o'rab qo'ygan edik. Yangi qonun bo'yicha shuni dokumentini qilsam bo'ladimi? U joyda birorta qurilma bormi? Odam yashaydimi? Yo'q, odam yashamaydi. Hozir saklokga o'rab qo'ygan. Faqat o'rab qo'yilgan. Ha. Menimcha mana shu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Keling, shunchaki o'rab qo'yilgan yer maydonini yangi qonun bilan hujjatlashtirib olish mumkinmi? Shu savolga javob beramiz. Ushbu qonunning birinchi moddasida 8 toifadagi holat ko'rib chiqilishi aniq belgilab berilgan. Bular 2018-yil 1-maygacha fuqarolar yakka tartibdagi uy-joy qurgan holda o'zboshimchalik bilan egallagan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlar. 2018-yil 1-maygacha fuqarolar va tashkilotlar tomonidan hujjatda ko'rsatilgan maydondan ortiqcha egallangan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlar. Bir martalik aksiya doirasida huquqlarni e'tirof etish oxiriga yetmagan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlar. 2021-yil 8-iyungacha tuman shahar hokimlari qarori bilan ajratilgan, lekin viloyat hokimi yoki xalq deputatlari kengashi tomonidan tasdiqlanmagan yer uchastkalari, bog'dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joy hamda ular egallagan yer uchastkalari, kichik sanoat zonalari hududiga 2020-yil 9-martgacha joylashtirilgan tadbirkorlarning yer uchastkasiga, davlat orderi bilan xususiylashtirilgan binolar va uylar egallagan yer uchastkasiga, hokim qarori bilan mulk huquqi e'tirof etilgan binolar va ular egallagan yer uchastkalariga. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yer shunchaki turli vositalar bilan o'rab qo'yilgan bo'lsa, bunday holatlar qonunda ko'rib chiqilmaydi va bunday yerlarga huquqlar e'tirof etilmaydi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agarda foydali bo'lsa, bizga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Salomat bo'ling.